Chortoq tumanidagi Namangan Temuriy avlodlari nodavlat ta'lim maktabi bu zamonaviy bilim maskani bo'lib, asosiy e'tiborni vatanparvarlik va harbiy tartibli tarbiyaga qaratiladi. Maktabda bolalar nafaqat fanlarni, balki harbiy tayyorgarlik, jismoniy mashqlar, rahbarlik va mas'uliyatni o'rgatishadi. Intizom, faoliyat, dunyoqarash hammasi Temuriylar merosiga mos ravishda shakllantiriladi. Darslar harbiy shaklda, qat'iy kun tartibi asosida olib boriladi. Bolalar vatan, millat, tarix haqida chuqur bilim olishadi. Jamoaviy ishlash va yetakchilikka ham o'rganishadi. Bu yerdagi har bir qadam kelajak ofitserlari, yetuk shaxslar, fidoyi farzandlar tarbiyasiga qaratilgan. Maktab o'quvchilari tuman va viloyat miqyosida faol ishtirok etib, muvaffaqiyatlarga erishmoqdalar. Temuriy avlodlari maktabi kelajakda vatanni el-yurtga fidoyi, bilimli va jasur yoshlar qo'liga topshirishga tayyorgarlik maskanidir.